Sure Vakıa tercümesi birinci ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Kıyamet kayım boğan çağda hiç Adem onu inkar kılalmaydı. Zemin qattiq tevritilgen, tağla parçalanıp tozandek tozup ketken çağda kıyamet bazılarını dozaq kirgizish bilen derecesini düşürdü. Bazılarını cennetke kirgizish bilen derecesini kötürdü. Sizler kıyamette 3 firqaga bölünsizler. Birinci firqa saadetmenlerdir. Saadetmenler qandaq adamlar? Ular nam amali o'ng tarafidan berildigan odamlardir. İkinci firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandaq odamlar? Ular nam amali sol tarafidan berildigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguchilardir. Ular nazu ne'matlik jannatlarda Allohga yaqin bo'lguvchilardir. Bular o'tgankilarning ichida ko'pdir, keyinkilarning ichida ozdir. Ular oltindan to'qilgan taxtlar ustiga uylangan holda bir-biriga qarashib o'ltirishidir. Qerimay hamisha bir xil turadigan g'ilmonlarning iqib turgan sharobdan to'ldirilgan piyola, chaynak, camlarni ularga aylanib sunib turdi. U sharobni ichish bilan ularning beshi og'rimaydi, mast bo'lmaydi. Ularga ixtiyor qilgan mevalar va ko'ngillari taqqan qush go'shtlari berildi. Ularga sadabning ichidagi go'harga o'xshaydigan shahlo ko'zlik hurlar berildi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarini mukofotlash uchundir. Ular jannatda behuda va yolg'on so'zlarni anglamaydi. Faqat salam sözlerini anglaydı. Saadetmenlerinin yani namı amali o'ng tarafdan berilgenlerinin ahvali nihayeti yaxshi boludu. Saadetmenler qandaq adamlar? Ular sidri daraxtlaridan sancaq bolup ketken mevz daraxtlaridan hamisha turadigan soydan iqib turgan suvdan, tügümaydigan ve çeklenmeydigan meyvelerden, egiz, yumşaq töşeklerden bahriman boludu. Şübhisiz ki biz hörlerini yeniden yarattık. Ularni pakiz, erlerge amraq, teng tuş kıldık. Bu hörler saadetmenler üçündür. Bular bo'lsa ilgarikilarning ichidan bir jamoadir. Keyinkilarning ichidan bir jamoadir. Baxtsizlar, ya'ni nomi amali sol tarafidan berilganlar davzixilardir. Baxtsizlar qandoq odamlar? Ular badanning to'shiklariga kirib ketadigan otashlik shamolning ziyade hararetlik kaynak suyunun ve qarı tütündün boğan salqınmı emas, körkemmi emas sayının içide buludu. Çünkü ula bunundan ilgiri yani dünyada şehvetki çümgen idi. Ula çoğun günahda yani küfrüda çınturgan idi. Ula biz ölüp topuğa ve quruq söngekке aylangan çağda çokum terildirilemdik. Atı boğullarımız mı terildirilemdi deydi. Eytkin ki
ilgirkiler ve keyinkiler ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Ondan sizlar ey qayta terilishni inkor qilg'uchi gumrohlar, cho'qim zaqqum darxidan yeysizlar, uningdan qo'soqlaringlarni to'ldirsizlar. Uning ustiga harorati yuqori bo'lgan qaynoq suvni tashna bo'lgan to'gilardek ichsizlar. Mana bu ularning qiyomat kunidagi ziyofatidir. İnsanlar, sizlarni biz yaratdik. Sizlar qayta terilishga ishonmamsizlar? Sizlar ayollarning bachidoniga to'kilgan man'i deb biqinglar-chu. Uni sizlar inson qilib yaratamsizlar yoki biz inson qilib yaratamdik? Biz sizlarning oranglarda ölümni belgiledik. Yani her biringlarning ölüş vaqtini bekitdik. Sizlarni boshqa bir qavmga almashtirishdan va sizlarni sizlar bilmaydigan bir shaklda yaratishdan ojiz emasmiz. Shubhisizki sizlar dastlabki yaratishni bildinglar. Yani dastlabda Allohning sizlarni yo'qdan bor qilganligini tonidinglar. Sizlar Allohning sizlarni dastlab yaratgandek qayta yaratishini o'ylamamsizlar? Sizlar tergan ziroatni deb biqinglarchu. Uni sizlar undirdinglarmi yoki biz undirib dan chiqadigan ziroat qilib o'stirdikmi? Agar biz xohlasak, albatta uni dansiz quruq cho'pga aylantiratdik-da, sizlar ajablanib qayg'uratdinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik. Belki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Sizlar biz haqiqatan emgak bilan urug'ni ziyon tortdik. Belki biz rizqdan mahrum qoldik deytinglar. Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchu. Uni bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak, uni tuzliq qilib qo'yatdik. Rabbinglarning zo'r ne'matlariga nimishqa shukr qilmaysizlar? Sizlar yondirayotgan o'tni deb biqinglarchu. Uning darxini sizlar o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Uni biz ibrat ve yo'lovchilar foydalanadigan narsa qildik. Ulug' Rabbingni mushriklarning iftirorlaridan pok e'tiqod qilgan. Yulduzlarning joylari bilan qasam qilaman. Shubhisizki, agar bilsanglar, u yulduzlar Allohning ulug' qudratini ko'rsatadiganligi uchun albatta katta qasamdir. Şek şübhisizki u ulug' Qur'ondir. Kitapta, yani Lavhul Mahfuzda saqlangandir. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. U alemlerning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Ey kuffarlar jamiyasi, bu Qur'onni inkor qilamsizlar? Sizlar Allohning rizq berganligiga shukr qilishning o'rniga rizq berguchini inkor qilamsizlar? Jon halqimga yetgan chaqda sakratdagi kishiga qarab tursizlar. Biz ilmimiz ve kudretimiz bilan uningga sizlardan yaqinmiz, lekin sizlar uni ko'rmaysizlar, ya'ni bilmaysizlar. Agar sizlar gumon qilgandek
Əmininglarga qarab jazoga tortilmaydigan bo'lsanglar, nimishqi uni, ya'ni u meyitning jinini badaniga qaytarmaysizlar? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar. Agar u meyit muqarrablardan, ya'ni taat, ibodat va yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilardan bo'ladigan bo'lsa, uning mukofoti rahat, farog'at, yaxshi rizq va nozi ne'matlik jannat bo'ladi. Agar u saodatmanlardan bo'ladigan bo'lsa, sana salom, sen saodatmanlardan ekansan deyiladi. Agar u terilishni inkor qilguvchi gumrohlardan bo'ladigan bo'lsa, yuqori haroratli qaynoq suv bilan kutib olindi. Cehennemde köydürüldü. Şek şüphesiz ki bu eniq haqiqatdir. Ulug' Rabbingni mushriklarning e'tirozlaridan pokda e'tiqod qilgan.